Salom bilimdonlar. Sonlar o'qida sayohat qilishga tayyormisiz? Bir son biz bilan berkinmachoq o'ynayapti. 570, 571, 572, 573, 574, 575. Qaysi son yashirilgan? Bugun biz sonlar o'qida yashirilgan sonlarni topishni, ularning qo'shnilarini aniqlashni va har bir sonning nechta yuzlik, nechta o'nlik va nechta birlikdan iborat ekanligini bilib olamiz. Qani matematik sayohatga taklif qilaman. Bilimdonlar, oldingi darsimizda biz sonlarni yuzlik, o'nlik va birliklarga ajratgan edik. Bugun esa buning teskarisini qilamiz. Bu safar bizga son raqamlarda yozilmagan ko'rinishda paydo bo'ladi. Bunda yuzliklar, o'nliklar va birliklar jamlanmasi beriladi. Biz esa ulardan qanday son hosil bo'lganini topamiz. Qani, birinchi misolni birgalikda yechamiz. Rasmda nechta yuzlik bor? To'g'ri, 5 ta yuzlik. Demak, bu 500 ni bildiradi. Endi nechta o'nlik borligini sanaymiz. Birgalikda sanaymiz. 1 2 3. Demak, 3 ta o'nlik. Bu esa 30 ni bildiradi. Endi birliklarga qarang. Birliklar bormi? Yo'q. Bu esa birlar xonasiga 0 raqamini yozishni bildiradi. Endi hammasini birgalikda birlashtiramiz. 5 ta yuzlik, 3 ta o'nlik va 0 ta birlik. Hosil bo'lgan son 530. Juda yaxshi. Endi esa biroz diqqatliroq bo'lamiz. Bu safar yuzliklar ham, o'nliklar ham, birliklar ham bor. Sonni yozish uchun jamlanmaga mos keluvchi yuzlik, o'nlik va birliklarni topamiz. Jamlanmada nechta yuzlik bor? 3 ta. O'nliklarchi? 2 ta. Nechta birlik bor? 6 ta. Endi sonni hosil qilamiz. 3 ta yuzlik, 2 ta o'nlik va 6 ta birlik. Demak, 326. Juda yaxshi. Qani endi navbat sizniki. Videoni to'xtating. Hosil bo'lgan sonni o'zingiz topishga harakat qiling. Topdingizmi? Barakalla. Bu jamlanmada ifoda etilgan son 368. Bilimdonlar, endi sonlar o'qiga diqqat bilan qaraymiz. Sonlar o'qida ayrim sonlar yozilgan, ba'zilari esa tushirib qoldirilgan. Sizningcha ularni qanday topish mumkin? Avval sonlar o'qiga yozilgan sonlarni qaraymiz. Bu yerda 700, 720, 750 va 780 sonlar yozilgan. Keling, avval bo'lmachalar nimani bildirishini aniqlaymiz. 700 dan keyingi bo'lmachaga qarang. Agar 700 dan 720 gacha bo'lgan oraliqda ikkita teng qadam bo'lsa, demak, har bir qadam 10 taga ortib boryapti. Endi birgalikda sanaymiz. 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790. Ko'rdingizmi? Sonlar 10 taga ortib boryapti. Bilimdonlar, sonlar o'qi bilan ishlaganda avval sonlar nechtadan ortib borayotganligini aniqlaymiz. Keyin shu tartibda davom ettirib, tushirib qoldirilgan sonlarni topamiz. Endi esa sonlar o'qidan foydalanib, undagi sonlarni topish bilan birga uning qo'shnilarini ham aniqlaymiz. Mana bu sonlarga qarang. U 570 dan boshlanib 580 gacha davom etadi. Savol: 576 soni qayerda joylashgan? Keling, 570 dan boshlab birgalikda sanaymiz. 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576. Mana topdik. Juda yaxshi. Endi diqqat qiling. 576 sonining chap tomonidagi qo'shnisi qaysi son? To'g'ri, 575. Chunki u 576 dan bittaga kichik. O'ng tomonidagi qo'shnisichi? Ha, 577. Chunki u 576 dan bittaga katta. Endi shu 3 ta sonni xona birliklariga ajratamiz. 576 sonida
5 ta yuzlik, 7 ta o'nlik va 6 ta birlik bor. 575 sonida 5 ta yuzlik, 7 ta o'nlik va 5 ta birlik bor. 577 sonida esa 5 ta yuzlik, 7 ta o'nlik va 7 ta birlik bor. Biror qiziq narsani kuzatdingizmi? Barakalla. Bu uchala sonning yuzliklari ham, o'nliklari ham bir xil. Faqat birliklar xonasi o'zgaradi. 575 da 5 ta birlik, 576 da 6 ta birlik, 577 da esa 7 ta birlik bor. Ajoyib. Bugun siz juda yaxshi ishladingiz. Keling, bugun nimalarni o'rganganligingizni birgalikda eslab olamiz. Yuzlik, o'nlik va birliklar jamlanmasiga qarab sonlarni hosil qildik. Sonlar o'qidagi tushirib qoldirilgan sonlarni topdik va sonning chap hamda o'ng tomonidagi qo'shnilarini aniqlashni o'rgandik. Endi sizga topshiriq beraman. Uyda o'zingiz 3 xonali 3 ta sonni o'ylang. Har bir son uchun nechta yuzlik, nechta o'nlik, nechta birlik borligini ayting. Keyin sonlarni sonlar o'qiga joylashtirishga harakat qiling. Agar bugungi dars sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi darsda 3 xonali sonlar bilan yanada qiziqarli topshiriqlarni birgalikda bajaramiz. Ko'rishguncha bilimdonlar.